Bismillah yozyaptim. Mhm. Xo'p, bugungi darsda prototypingda qolgan ba'zi bir narsalar bilan tanishib chiqamiz. Mayda-chuyda narsalar bor. Xo'p, birinchisi bu Figma mobil dasturi. Ya'ni Figmani mobil dasturi bor. Buni iOS uchun App Store'dan, Android uchun Play Marketdan sketch qilishingiz mumkin. Ya'ni nomi Figma, mana shunaqa akkauntma ikonkada. Xo'p, sketch qilganlardan keyin bitta narsani eslatib o'tay, login qilishda, ya'ni hozir bu Figmani kompyuterdagi Figma bilan bir xil ishlashi uchun bitta akkauntdan login qilish kerak ikkalasiga ham. Agar Figmadan ro'yxatdan o'tgan paytda Figma saytidan Google akkauntdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, Figma Mirrorga kirishda ham aynan o'sha Google akkauntdan kirasiz. O'sha akkauntdan, ya'ni o'sha akkauntdan faqat Google orqali kirasiz. Emailni o'zini yozib kirmaysiz, bo'lmasa ishlamaydi. Ikkalasidan bir xil akkauntdan kirib olgandan keyin mana bunaqa holatda chiqadi. Ya'ni bu yerdan sizning fayllaringiz, pastdan yana prototiplar, pastdan fayllar chiqadi. Buni ishlatish uchun nimadan bitta frame ochasiz-ku, masalan, kompyuterdan, desktopdan, telefonda ham masalan shuni ochib turasiz, telefonda mana shunaqa holat turadi boshida. Mana bu narsa bo'lmaydi. Bitta frameda kompyuterni shuni belgilaganingizdan keyin mana bunaqa narsa chiqib keladi pastdan, vip o'tib. Mirrorni bosasiz, mirror qiladi. Ya'ni mirror nima? Xuddi telefoningizda razmeridan bu yoqdan ochib olasiz, kompyuterdan chizib ketaverasiz, telefondan real time ishlab turaveradi. Buni masalan bunday to'rtburchak ichiga chizib turib, buni bunday siljisangiz, kompyuter telefoningizda ham siljiydi. Prototype ulasangiz bir xil ishlaydi. Ya'ni haqiqiy realniy applicationda ishlab ketaveradi telefonda. O'sha Figma Mirrorni ochib olsangiz bo'ldi. Чтобы ko'rib, sizga real time scale'larni olish uchun, odamlar barmoqlari qayerga yetib boradi, qayerga yetmaydi, o'sha narsalarni ko'rib turish uchun telefon uchun Figma Mirror chiqarilgan. Ya'ni bu pastda bottom barda mirror degan joyga o'tsangiz, mana shunaqa holatda turadi. Select a frame or component. Frame'da komponent tanlashingiz kerak. Ustiga bosasiz, keyin ustiga bosganingizdan keyin mana holatga o'tadi. Begin mirroring deb bosaverasiz, bo'ldi. Keyin mirror qilib ketaveradi. Shu bilan bir xil ishlab ketaveradi keyin. Bu bo'ldi, menimcha tushunarli. Keyingisi giflar bor. Giflarni nimada ishlatish mumkin? Nima? Ctrl Alt G ni bosaman, frame qilib olaman buni. Bunga plusga bosaman, flow starting point. Bunga bosib o'raman. GIFni prototypeda ishlatish mumkin. Ya'ni xuddi GIF o'ynaydi, play bo'ladi prototypeda. Oddiy real Telegramda GIF jo'natsangiz qanaqa play bo'lsa, xuddi shunaqa. Hozir buni iPhonedan o'chirib qo'yaman. Mana. Hozir xuddi o'sha GIF bu yerda o'ynayapti prototypeda. Mana shunaqa qilib o'ynatish mumkin. Ya'ni video qo'yib bo'lmaydi, Figmaga GIF qo'yish mumkin. Endi masalan qanaqadir video qo'yish kerak bo'lsa, o'sha videoni olasizda Google ga mp3 to GIF deb yozib, o'zgartirib konverterlar bor, o'sha yerda o'zgartirib olishingiz mumkin. Keyingisi flowlar. Flowlarni menimcha o'tgan safar ham ko'rib chiqqandik. Bitta nima chizasiz, yana bitta 1000 qilamiz. 1000. Mana prototype bosgandan keyin flow starting point nomini ham yozishimiz mumkin, masalan ikkinchi flow. Yozib qo'ysak, bu yerdan ikkita flowlar ochib ketaveradi mana. Oldin bu yo'q edi, yaqinda qo'shilgan multiple flow. Ya'ni mana shu ikkalasidan alohida bunday flow chizib ketaverasiz, ikkalasi ikki xil yo'nalishda mana shunaqa ketaveradi. Qolgan paytda orasida switch qilib mana bunaqa o'zgartirib olishingiz mumkin. Bu yerdan description yozib qo'yasiz. Bu yerdan yozmas ekan. Qayerdan yozardi? Mana aytdim, description yozib qo'yasiz. Nimadir что-то deb yozib qo'yasizda bo'ldi. Yo'q, o'sha description chiqadi. Ya'ni flowni buni kimgadir bergan paytda, ya'ni dasturchiga yoki project managerlarga, product ownerlarga ko'rsatgan paytda, flowga o'tgan paytda mana shunaqa descriptioni bor, bu bunaqa narsalardan ishlaydi deb ko'rsatib qo'yish uchun chiqarilgan bu. Xo'p. Menimcha tushunarli. Yana nima qoldi? Tak, multiple flow GIF joylashtirish. Ko'rib chiqdik. Buni komment yozib qo'yish mumkin. Masalan, mana bunga o'tkazamizda, bunga o'tkazib komment yozib qo'yaman. Masalan, test deb yozdim, enter deb bosaman. Yo'qotamanda o'sha narsa bu yerda chiqib turadi. Ya'ni bu nima uchun ishlatiladi? Direkt prototypni ko'rsatyapsiz klientlarga. Deyapti, mana shu joyga o'zgarish aytib ketsa, mana shu yerda bitta o'zgarish qilib ketamiz. Shuni bosasizda komment yozib ketadi yoki jamoa ishlayotgan paytingizda aytaylik, nimadir yozyapsiz-a, belgilab ketasiz kimdir. Masalan, Abbos Donobayev deysizda change this icon deb enter deb bosib ketasiz, bo'ldi. Endi jamoaviy ishlasangiz, unda u tomonga ham boradi xuddi shunaqa narsa. Xo'p, keyin
Bu prototype tushunarli. Menimcha kommentlarni o'chiraveramiz. Delete. Hop, keyingisi bu exportni ko'rib chiqamiz hozir. To'rt burchaklar chizdim, ichiga dumaloq uchburchak nimadir chizdim. Ranglarini tars o'zgartirib tashlayapman. Tavakkal. Endi buni eksport bor. Pastda mana eksportni bossam, tak. Birinchi formatini tanlaymiz, ya'ni PNG formatida eksport qiladi. Bu PNG bilan nimani farqi bor? Deylik. Nimani oddiy JPEG'di. PNG formatda eksport qilgan paytimda buni nimasi bo'lmaydi? Orqa foni. Mana hozir qizilda eksport qildimmi? Qizilda ochaman hozir bu yerda. Mana. Orqa foni yo'q buni. Endi qarang, xuddi shuni men JPEG formatida eksport qilsam, orqa foni bo'ladi. Mana, opa qo'yib qo'ygan, ko'rsangiz. Asosiy farqi deyarli shunda, ya'ni umuman PNGda sifat uncha o'zgarmaydi ham, o'sha tiniq bo'lib turaveradi, JPEGda o'zgarib ketadi. Xo'p, 1x 2x nimalar bor? Ya'ni 1x rani hozir 100 ga 100 format tutanimiz radishniya turgan bo'lsa, 100 pikselga 100 piksel, 2x da eksport qilaman. Mana, hozir buni ellips 1 emas, 2 deb yozay. Mana ellips 1 da propertylarni ochsam, detailni o'tkazsam, mana 100 pikselga 100 piksel. Endi bu ellips 2 ni ko'rsam, detailga o'tsam 200 ga 200. Endi ikkalasining nimasi farq bor? Bu size 3006, buniki 6. Ya'ni bu tiniqroq bo'ladi, hozir kattaroq bo'ladi bunga qaraganda. Mana bunga qaraganda. Bu tiniqroq bo'ladi. Format nima razmeri ham, hajmi ham kattaroq. Xo'p, keyingisi bu SVG formatda, bu masalan SVG formatda. Buni SVG bu brauzerlarda ochib beradigan narsa, ya'ni logotiplarda, nimalarda SVG formatda eksport qilamiz. SVG bu vektorli grafika, ya'ni masalan qarang. Buni qancha kattalashtirib yaqinlashtirsam ham buni nimasi o'zgarmayapti. Maydalash tishlar nimalarda chiqib ketmayapti. Xo'p, endi masalan bitta rasmni olib qaraymiz. Mana rasm bu. Bu SVG emas. Yaqinlashtirsangiz ko'ryapsizmi, qanaqa tishlar chiqib ketadi. Mana bunaqa bo'lib. Hozir buni mana eksport qilsam ham, mana uni SVG emas, PNG qilib eksport qilib turib, bunday bu yoqqa qaytaraman. Chiq. Endi qarang, yaqinlashtiraman, tishlar chiqyapti mana bunaqa. Ya'ni bu uje rasterli grafikaga o'tib qoladi. SVG da nima grafika? Vektorli. Endi logotiplarda, ikonkalarda SVG formatda ishlatamiz veb-saytlarda, chunki birinchidan hajmi kichkina bo'ladi juda. Hajmi juda kichkina bo'lgani uchun brauzerlar uni qiynalmay ochadi. Ya'ni rasmni brauzer yuklab olib kelib bersa, SVG ni o'zi chizadi brauzer, o'zida chizadi. Shuning uchun unga yuklab olish oson bo'ladi juda ham. Yaqinlashtirganda ham qancha yaqinlashtirib, kattalashtirib, kichiklaytirsangiz, SVG ni nimasi, hajmi, sifati yo'qolmaydi. Mana katta qilsangiz ham, kichkina qilsangiz ham o'shanaqa formatda, ya'ni buni yaqinlashtirsangiz mana bo'lib turaveradi. Tiniq bo'lib, tekis bo'lib. SVG ni shunisi yaxshi. Xo'p, PDF formatda ham eksport qilish mumkin. SVG da ko'ryapsizmi? 1x 2xlar yo'q o'sha. PDF format bor, keyin PDF qilib eksport qiladi. Shu bo'ldi. JPEG, PNG, dev. Bu ana preview qanaqa ko'rinishida. Buni yopib qo'yamiz. Xo'p. Bu tushunarli. Keyingisi inspect. Inspect bu chizgan narsalarimizni bizga ko'rsatib beradi. Masalan, qarang, 13 ta ochyapman, inspect ko'rsam bu dasturchilar uchun asosan. Inspect dasturchilar uchun. Yo'q, inspect keyin alohida bitta dars qilsak mumkin. Yo'q. Ibrohim Machon kesib tashlaysiz. Xo'p, mana inspect bu dasturchilar uchun. Bu nima, canvasdagi elementlarni hamma propertylarni ko'rsatib beradi, kodini ham yozib beradi. Masalan, qarang. Buni olyaptimi? Width'ini olyapti. Mana 390, height'i 844, topdan uncha bunaqa. Ranglarni olib beryapti. Kodi. Mana CSS uchun mana shunaqa holatda. Buni iOS uchun bor, Swift'da yozib beradi, keyingi Android uchun. Bilmam, bu menimcha nima bo'lsa kerak. Oti qurg'inmaydi. Ana bu. Bor edi. Kotlin. Menimcha Kotlin yoki Java, bilmayman ish qilib. O'shalar bittasi.
Kodni bunaqa holatda ko'rish mumkin. Hozir bu aniq ochmayapti. Masalan, to'rtburchak qilib, uni ichiga masalan tekstlar yozib, lorem ipsum deb tekstlar yozib, bunday qilsangiz, mana Android CSS ga o'tkazsangiz, position absolute, endi position absolute to'g'ri uradi hammasi. Bu position absolute ga ishonmaslik kerak. Bunday qilsangiz, o'z inspektor o'tkazsangiz, bunday olib kelsangiz, o'zi hamma tomondan razmerlarni ko'rsatadi. Ya'ni joylashuvlarni 161 pikselda joylashgan deb. Mana width'i, height'i, font family inter, font style normal, hamma narsani mana shunaqa ko'rsatib beradi. Bunda muammo yo'q. Keyin yana bitta muhim eslatma bor dasturchilar uchun. Hozir men buni ko'rsataman. Ikonkalarni olishdagi muammo bu. Mana masalan, shu ikonkani oldimmi? Ikonkani oldim. Dasturchilar ishlatganda buni ustida manaqa qiladi. Bunday ushlagan paytingizda mana shu yerda ushlab oladi, manaqa qilib. Mana uni. Buni ushlab oladida, qarang, 20 piksel turibdi-da. Bu aslida mana shunaqa frame bilan ushlaysiz buni. Frame bilan tashqaridagi. Keyin maytda export degan narsa chiqadi. Hozir men bunda dizaynda turganim uchun bu menda bunaqa emas. Kimgadir share qilib, u edit master turganda unda maytda export degan narsa chiqadi, plusni bosib export qilaveradi. Frame bilan ushlab export qilish kerak, chunki atrofida joy qoladi. Mana shunaqa qilib bemalolroq, ya'ni hozir ichiga o'tsangiz buni mana 20 piksel bo'lib qolyapti. Odatda bunday kattaroq qilib turib, ya'ni ichidagi narsani manaqa qilib ketamiz biz. Buni touch pointda kattaroq qilib ketamiz manaqa qilib. Ya'ni bosganda odamga qulay bo'lish uchun, ya'ni atrofdagi narsalarga masalan mayga bosib qolsa ham olaverish uchun, odamlarga qulayroq bo'lish uchun, ayniqsa mobilda bu. Shunaqa qilib, mana shu narsani eksport qilib ketaverasiz. Bunday qilasizda, mana eksportni bosib, PNG emas, SV ga qilib, bitta eksportni bosasiz, bo'ldi. U nima qiladi? Eksport qiladi. Xo'p, menimcha bu ham tushunarli, unaqa qiyin narsa emas. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin Telegramdan.